yaratilgan har qanday mavjudot koinotdagi intizom va g'oyalarga uyg'un bir shaklda operida qilingan. Masalan, insonni olsak, uning barliq a'zo organlari koinotdagi intizom va g'oyalarga uyg'un holatda yaratilgan. Inson nurni ko'ralaydigan ko'zga, ovozlarni anglay oladigan quloqqa, puroqlarni his qila oladigan burunga, yemekliklarning lazzatini tetiy oladigan va gap qila oladigan tilga, havoni sumira oladigan o'pkaga va koinotdagi intizomga uyg'un boshqa organlarga egadir. Undaqda insonning ko'zini yaratgan kim bo'lsa, nurni yaratgan mushu. İnsonga quloqni o'rnatqani kim bo'lsa, ovozlarni paydo qilgan mushu. İnsonga burunni ato qilgani kim bo'lsa, u burun purg'an shay'larni va ulardagi puroqlarni yaratqani mushu. İnsonga tilni bergani kim bo'lsa, u til tetigan barliq yemekliklarni va u tilda gap qilish iqtidorini bor qilgani mushu. Gapning qisqasi, inson mushu holati bilan tabiiy holda mundoq deydi: meni kim yaratgan bo'lsa, menga munosabatlik butun shay'larni va koinotdagi intizomni shu yaratgan. Men kimning mulki bo'lsam, koinotmi shuning mulkidir. Bu nuqtadan u zotning ismi Al-Boridir.